studiyamiz davom etadi. Albatta Assalom yangi kun dasturiga hamrohsiz. Ayni yozli kunlarda bolajonlarni ko'pincha quyosh tig'idan asrash kerak. Buning uchun esa erta tongdan uni qo'shimcha to'garaklarga jalb etish yo bo'lmasa 3 oylik ta'tilni maroqli o'tkazish maqsadida turli xil oromgohlarga yuborish ota-onalar niyat qilishadi. Biz esa ana shunday kerakli ma'lumotni ulashish maqsadida studiyamizga mutaxassis taklif etganmiz. Albatta, Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamg'armasi matbuot kotibi Sanjar Qurbonov studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamkasblar, sizlarga ham xayrli bo'lsin, tomoshabinlarimizga ham xayrli bo'lsin kun. Katta rahmat. Bilamiz, mana shu yoz mavsumi deganda birinchi navbatda bolajonlarimizning ko'z oldiga oromgohlar keladi. Ota-onalar ham albatta bugun mamlakatimizda ko'p oromgohlar, bir-biridan sharoiti yaxshi va ularda tanlov imkoniyati bor. Farzandimni qaysi oromgohga dam olish uchun yuborsam ekan degan bir oldida savol bo'ladi. Shunday ekan, keling mana shu bugun Navoiy kon-metallurgiya kombinati tasarrufidagi oromgohlar haqida, ulardagi shart-sharoitlar, joriy yilda bolajonlarimizni nimalar kutayapti? Chunki bilamiz, bolalar uchun baribir yildan yilga yangiliklar, zamon talabiga mos, zamonaviy holatda turli mashg'ulotlar tashkil etilishi mumkin. Bir yangiliklar, xushxabarlar kutayotgan bo'lishi mumkin oromgohlarda. Albatta, Ruxsor opa, Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamg'armasi bugungi kunda Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati hamda Navoiy Uran davlat korxonasi va Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamg'armasi tizimida ishlab kelayotgan ishchi xodimlarga doimiy ravishda ularning farzandlariga xizmat ko'rsatib keladi va mana yoz boshlanyapti. Bir necha kundan keyin yozni kutib olamiz va albatta bu jarayon jamg'arma ishchi xodimlari uchun juda katta bir tayyorgarlikni amalga oshirishga to'g'ri keladi, chunki ko'pchilik bu faslda dam olishni xohlashadi, o'zi, farzandlari va bu shu o'rinda mana bolajonlar, mana maktab o'quvchilari ta'tilga chiqishdi. Mana u allaqachon va yoz kelishi bilan demak biz 7-8-iyundan yoz 2025 mavsumiga start beramiz. Ya'ni bizni 6 ta statsionar, demak 3 ta kunduzgi va 2 ta mehnat va dam oldirish oromgohlarimizga bolajonlar yozni maroqli o'tkazish uchun jalb qilinadi. Bu mavsumda 4 ta davra demak davom etadi. Har bir davramiz 14 kundan iborat. Demak, har bir bolajon 14 kun davomida yozni o'zini bir unutilmas kunlarini bag'ishlashga, demak, mana shu bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarimizdagi katta bir jamoa mehnat qilishadi. Xususan mana bugun ham aslida bugun mehmon Sarmish bolalar sog'lomlashtirish oromgohi direktori kelishi kerak edi, lekin u yerda bugun qabul bo'lyapti. Chunki tayyorgarlik tugatilgan va bolalarni qabul qilishga tayyormi degan savol bilan har bitta oromgohimiz katta bir komissiya tomonidan o'rganilib, qilingan ishlar, tayyorgarlik jarayonlari qabul qilib olinadi. Agar biror bir kamchilik topilsa, oromgohni yana demak tayyorlanishga qoldirib yuborishi ham mumkin. Shuning uchun bu juda katta mas'uliyatli vaqt hisoblanadi va o'ylaymanki, mana shu yilda ham 12 mingdan ortiq demak bolalar dam oldirilishi rejalashtirilgan va har bir davra uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Chunki mana bugungacha mana oromgohlar o'ylashadiki, faqat yoz oyida ishlashadi deb o'ylashadi. Lekin aslida unaqa emas. Yil davomida bu jarayon ketadi. Chunki oromgohlarni saqlab turish, ulardagi nima deydi, daraxtzorlarimiz ko'p, ularni asrash, avaylash, nima deydi, inson bo'lmay qolsa, o'sha joy bilasiz, nurab, qanaqadir nima qarovsiz ahvolga tushib qoladi. Lekin unaqa tashlab qo'yilmaydi biz oromgohlar. Doimiy ravishda u yerda jarayon ketishi kerak. Va shu nuqtai nazardan yil davomida qilingan ishlar mana oxirgi mana Vazirlar Mahkamasini ham 9-aprel kuni maxsus bayoni chiqqan va shunga asosan ham tayyorgarlik ishlari olib borilib, bugun oromgohlarimiz o'ylaymanki juda katta bir mas'uliyat bilan yangi mavsumga tayyor. Yaxshi, demak bolajonlarimizni keling bir ota-onalar uchun qiziqdi. Bolalar ko'p boradi, ko'radi, mashg'ulotlarga qatnashadi. Aynan aytaylik, ularning salohiyatini yuksaltirish, vaqtini samarali, mazmunli o'tkazish uchun aynan qanday to'garaklar, qanday mashg'ulotlar va kimlar jalb etilgan, aytaylik, pedagoglar. Albatta. Sizlar borasida so'ramoqchiman. Bu barcha ota-onani qiziqtiradi. Xuddi shunday. Albatta, eng katta narsa bu o'sha pedagogik jamoa. Pedagogik jamoani mana shu oromgoh direktorlari boshchiligida demak saralash ishlari demak o'sha aprel oyida boshlangan edi. Demak bu mana shu hozirgi paytda bizdagi
Navoiy davlat universiteti talabalari, konchilik universiteti talabalari va amaliyotda ishlab turgan pedagoglar jalb etiladi. Albatta bular sinov bilan olinadi. Ularni kreativligi, bolalar bilan ishlashi, bolalarga munosabati har jihatdan o'rganilganidan keyin ular qabul qilinadi va bu jarayonda ham demak bolalar bilan qanaqa ishlash kerak ekanligi mana shu necha yillardan buyon mana shu oromgohlarimizda yig'ilgan tajribalar ularga ham ulashiladi. Chunki an'anaviy metodikalarimiz, uslublari borda biz oromgohlarimizda. Boshqa oromgohlardan farq qiladigan o'ziga xos uslublar bor. Necha yillardan beri mana shu narsaga an'ana qilib bir-biriga o'tkazib kelishyapti. Bularni mana shu yangi kelgan pedagogik jamoaga ham o'rgatishadi. Albatta avval ishlab yurgan pedagoglardan bular asosiy yetakchilar qo'yiladi. Ular har biri yangi kelgan mutaxassis bilan ishlashadi va albatta to'garaklar alohida e'tibor qaratiladi bizda. Aytaylik, mana shu bolalar zerikib qolmasligi uchun ularning yoshidan demak qiziqishlaridan kelib chiqqan holda to'garaklar yo'lga qo'yilgan, xususan qo'l motorikasiga juda katta urg'u berishadi. O'sha qo'lda nima ishlash mumkin, hatto haykaltaroshlikgacha bo'lgan to'garaklarimiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'sha besir to'garaklar, boshqa keyin fan to'garaklarimiz ham yetarlicha. Misol uchun tilni to'xtab qolmasi kerak-ku, o'sha til o'rganayotganlarga o'sha ingliz tili to'garaklari yoki rus tili to'garaklari ham qo'yib berilishadi. Yoki o'sha IT sohasida ham nima deydi, shug'ullanmasangiz ozgina nima bo'lib qolishi mumkin bolalar. O'shani ham e'tiborga olib bolalarga mana shu kompyuter tugar, hatto kompyuterlar ham joylashtirilgan. Hatto zamonaviy mana nima deydi, bugungi kunda bolalar qiziqib o'ynaydigan o'sha kibersport turlariga asoslangan to'garaklar ham hatto biz bugun tashkil qilyapmiz. Kinoteatrlarimiz bor, turli xil kinoteatrlar qo'yib beriladi va professional teatr jamoalari ham jalb etiladi. Har mavsumda ana shu qo'g'irchoq teatrlaridan ham o'zlarini maxsus biz nazoratdan o'tkazgan spektakllari bilan ishtirok etishadi. Umuman bolalarni zerikishga vaqt qolmaydi, bir so'z bilan aytganda, chunki u yerda har birida suv havzalarimiz bor. Nima deydi, basseyn, shu suzish bilan mashg'ul bo'lishadi va yana eng asosiysi ularni sog'lom ovqatlantirish. Sog'lom ovqatlantirish birinchi maqsad bo'ladi va eng nima deydi, maxsus ratsionlar, ya'ni maxsus vitaminga boy bo'lgan, bolalar uchun foydali bo'lgan taomnomalar asosida yana ham o'sha mutaxassislarni nazorati ostidagi 14 kun davomida bir-birini takrorlamaydigan taomnoma asosida ovqatlantiriladi bolajonlar. Shu nuqtai nazaridan men o'ylaymanki, ota-onalar hech ham xavotir olish kerak emas. Nima deydi, ishonchli qo'llarga berishadi farzandlarini va o'ylaymizki, mana shu mavsum ham a'lo darajada o'tadi. O'z nomi bilan qarang, sog'lomlashtirish va dam oldirish maskani. Ota-onalarda endi bir savol bo'lishi mumkin-da, xo'sh, biz ham farzandimizni aynan ushbu Navoiy metallurgiya kombinatiga qarashli oromgohlarga qo'yishimiz mumkinmi degan va yo'llanmani qayerdan olsak bo'ladi deyish. Albatta bu savol bo'ladi, chunki bilishadi, oromgohlarimiz haqida eshitishgan ko'pchilik ota-onalar. Albatta birinchi ustunlik Navoiy metallurgiya kombinati, jamg'arma va Navoiy davlat korxonasida ishlab kelayotgan ishchi xodimlarga qaratiladi. Lekin albatta bizda ortiqcha yo'llanmalar qolgan vaqtda Navoiy metallurgiya kombinati jamg'armasining joylardagi demak bo'linmalariga borib yoki kasaba uyushmalari orqali murojaat qilib bilishi mumkin va yo'llanmalarni xarid qilib olish imkoniyati bugun mavjud. Faqat mana shu 3 ta korxonani ishchi xodimlarning farzandlari dam oladi degan alohida bir konkret bir to'siq bugun mavjud emas. Bemalol murojaat qilishsa, navbat asosida ularga ham ajratilish imkoniyati bizda bugun mavjud. Shunday. Qoyil, juda ham yaxshi va eng asosiysi meni xursand qilayotgan mana shu 14 kun mobaynida bolajonlarimiz bugun bolalar o'rtasida juda ham bir nima deydi, hammani mutaxassislarni tashvishga solayotgan bir muammo telefonga, ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketish, demak 14 kun davomida telefondan xoli yashashadi. Shunday. Chunki majburanda Ruxsor opa, mana shahar tashqarisidagi oromgohlarimiz, mana Zarafshon, Tomdi tumani hududida joylashgan. Tomdida tasavvur qilib
o'ylagansizmi Tomdi tumanida oromgoh bo'lishi mumkin deb, lekin borsangiz daraxtzorlardan iborat shunaqa so'lim bir joyda bizning oromgohimiz bor. Yoki bo'lmasa Urgut tog'larida kelajak bolalar sog'lomlashtirish oromgohi, Toshkent viloyatida Pahlavon bolalar sog'lomlashtirish oromgohi, Kattaqo'rg'onda Sug'diyona, Paxtachi tumanida bolajon sog'lomlashtirish oromgohlari, hammasi daraxtzorlar, shunaqa so'lim joylar. U yerda telefon foydalanish imkoniyati ham yo'q. Nima deydi o'sha antennalar deymiz-ku, xizmat imkoniyati bo'lsa ham foydalana olmaydi. Hojati ham bo'lmaydi. O'shaning uchun bolalar haqiqatdan bu borada sog'lom maza qilib dam olishadi. Albatta. Va ajab emas, mana shu 14 kunlik telefonsiz hayotini o'rganib qolib, keyin ham davom ettirsa bu maqsadga. Albatta, kutubxonalarni aytmay ketdim. Har bir nimada oromgohimizda kutubxonalar ishlab turadi. Demak, nima deydi, yosh kitobxonlar uchun ham eng bir maza qilib daraxtning soyasiga o'tib kitob o'qib olsa, buning gashti. Qani siz xohlamaysizmi shuni? Boshqa. Albatta. Hozir siz aytyapsiz, ko'z oldimga kelyapti. Qaniydi bola bo'lib qolsam, o'zim ketsam degan. Ana shunaqa narsa menda ham doim bo'ladi o'sha oromgohlarimizga borganimizda. Rahmat ishtirok uchun va o'ylaymizki, mana shu yozgi mavsumni bolajonlarimiz juda ham maroqli o'tkazishadi oromgohlarda va eng asosiysi barcha bordik, endi dam olamiz, istagan ishimizni qilamiz deb emas, mavjud tartib-qoidalarga, intizomlarga amal qilgan holda bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Bergan ma'lumotlar uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz va oldingizda katta mas'uliyatli topshiriq bolajonlarni sog'lomlashtirish borasida katta ishlar amalga oshirilyapti. Biz esa dasturimizni davom ettirar ekanmiz. Yangi soatlarga yaqin turibmiz. Viloyatimiz hayotiga oid Diyor 24 axborot dasturini efirga uzatish fursatlari yetib kelyapti. Undan oldin esa chiroyli taronani birgalikda tinglaymiz. Albatta, marhamat.